Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana tarmoq so'zlari kursimizning yangi mavzusi bilan tanishamiz. Biz oldingi mavzularimizda IPv4 va IPv6 mavzularini ko'rib chiqdik. Subnetting bilan tanishdik va tarmoqda eng kerakli bo'lgan qismda o'tdik. Va o'sha mavzularning mantiqiy davomi protokollar va portlar. Xo'p, tarmoqni bularsiz aslida tasavvur qilib bo'lmaydi. IPv4 va IPv6 bu qaysidir qurilmaga ketayotgan qurilmani manzilini ko'rsatib bersa, protokol va portlar bu qurilma bilan qanday aloqa o'rnatish kerakligini tavsiflaydi. Ya'ni bir o'ylab ko'rsangiz, kompyuteringiz faqatgina veb-sayt ishlamaydi kompyuterda. Ya'ni aytaylik, faqatgina vebga aloqa qilmaysiz, vebga kirmaysiz. Hop, ya'ni siz Telegramni ham ishlatasiz, internet bilan aloqa qiladigan boshqa qurilmalarni ham ishlatasiz va albatta ular internet orqali ma'lumot almashishi kerak. Ya'ni mana bu men qaysidir google.com ga kirdim va parallel ravishda Telegramni ishlatyapman yoki parallel ravishda Zoomni ishlata olyapman. Agarda aytaylik, bitta qurilmada faqatgina bitta servis ishlaganda nima bo'lardi? Avval men Google'da ishimni bitirardim va undan so'nggina men Zoomni ishlata olardim. Ya'ni men Google'ni ishlatayotgan vaqtimda Zoom'da aloqa uzilib qolardi yoki Telegramda xabarlar yangilanmasdan qolib ketardi. Chunki internet ularga bormaydi. Internet faqatgina men ishlatayotgan qismga borishi mumkin edi. Agarda faqatgina bitta qurilma, ya'ni bitta qurilmada faqatgina bitta servis ishlasa yoki ya'ni aloqa o'rnatyapti, aloqa o'rnatayotganda albatta qayerga jo'natilishi kerakligini bu qurilma bilish kerak, kompyuter bilish kerak. Kompyuter o'zi avtomatik ongi yo'q, o'zi qandaydir xulosaga keladigan. Ya'ni o'zi kompyuter yoki har qanday elektron tizim ma'lum bir protokollar asosida, ma'lum bir qoidalar asosida ishlaydi. Shuni unutmaslik kerak. Xo'p. Ya'ni IP adres aynan qaysi qurilmaga ketayotganligini bizga aniqlashga yordam beradi. Portlar esa va protokollar o'sha qurilmadagi qaysi servislarni ishlatyapti, o'shalarni aniqlashga yordam beradi. O'ylaymanki, tushunarli bo'ldi. IPv4 bu shunchaki qurilma, bitta qurilma. Qurilmada turli xil servislar bo'lishi mumkin. Masalan, men kompyuterimda kimgadir fayllarni transfer qilish uchun nimadir ochib qo'ygan bo'lishim mumkin. Va o'z o'rnida men qanaqadir server ko'tarib qo'ygan bo'lishim mumkin, veb server ko'tarib qo'ygan bo'lishim mumkin. Bitta veb server ko'tarib qo'ygan bo'lishi mumkin va parallel ravishda o'zim qandaydir internetdan foydalanyapman. O'ylab qarasangiz, men bir vaqt o'zida qurilmada ko'plab ishlar olib boryapman, internet bilan aloqa qiladigan. Hop, va bizda xuddi shu narsa, ya'ni bitta qurilmada turli xil servislar ishlayaptimi? Demak, bu narsani biz qandaydir yo'l bilan qila olishimiz kerak, to'g'rimi? O'z-o'zidan bitta qurilmada 3 ta yoki 4 ta servis parallel ravishda ishlolmaydi. Ya'ni IP ga keladi va nima qilishni bilmay qoladi. Agarda qandaydir ma'lumot kelsa, qurilmaga ma'lumot kelsa, nima qilishni bilmay qoladi. Qayerga borish kerak yoki nima qilish kerak bo'lsa. Aynan protokollar bu ma'lumot yetib kelganda yoki aloqa o'rnatilish jarayoni o'zi qanday kechishini tavsiflab beradigan qoidalar ketma-ketligi hisoblanadi o'zi. Protokol o'zi bu tarjimasi bu qoidalar ketma-ketligi yoki qoidalar to'plami desangiz bo'ladi. Bu yerda keltirilyapti yunon tilidan kelib chiqqan va asli birinchi varaq degan ma'noni anglatadi. Yoki biz ko'p ishlatadigan nomimiz bu qoidalar to'plami. Internet protokol bu internet qoidalar to'plami. Lekin IP faqat bitta protokol deyilyapti. Xo'p, port nima? Bino ichidagi xona raqami. Xo'p, va portlar ham chegaralangan. Albatta, har bitta qurilmada o'sha maksimum qo'llab-quvvatlashi mumkin bo'lgan portlar soni bu 65536 ta hisoblanadi. Xo'p, va 65536 ta portni 3 ta guruhga bo'linadi. Bu yerda keltirilgandek, well-known portlar. Bu 0 dan 1023 gacha bo'lgan portlar ma'lum xizmatlar uchun xalqaro kelishuv asosida ajratilgan portlar hisoblanadi.
Hop, masalan, biz ko'p ishlatadigan HTTP protokoli, HTTP porti bu 80-port. HTTPS bu 443-port. SSH 22-chi doim. Hop. Va bularni yodlash kerak albatta. Va protokollar qanday ishlashini ko'rishingiz kerak. Chunki keyingi mavzularda juda ham zarur hisoblanadi. Va registered portlar, ya'ni ro'yxatga olingan portlar, bular MySQL 3306, 3389 Remote Desktop va bir qancha shunga o'xshash portlar bor. Bular o'zi pastda ko'p ishlatiladigan berilgan va bularni ham ko'rib ishlab bo'ladi. Va Dynamic Ephemeral portlar bu 49152 va 65535 bu vaqtinchalik portlar. Ya'ni sizni kompyuteringiz veb saytga so'rov yuborganda operatsion tizim shu diapazondan tasodifiy manba portini tanlaydi va so'rov tugagach bu port bo'shatiladi. Ya'ni siz google.com ga aloqaga chiqmoqchisiz. Bunday chiqmoqchi bo'lganingizda albatta siz google.com https google.com bu o'sha Google IP adresi va 443-portga ketyapsiz. Ya'ni manba IP adresi qanaqadir aytaylik 408 va manba porti 443. Lekin bu kimdan ketyapti? Sizni IP'ingiz va sizni qurilmangizda ma'lum bir portdan ajratilishi kerak bu aloqa uchun. Shunchaki IP adresi yetmaydi. Va shuning uchun sizdan ham ma'lum bir port tanlanadi. Bu port tanlangan port bu mana shu range'da bo'ladi. Ya'ni mana shu portlar orasida bo'ladi. Va ma'lum bir port tanlanadi va Google ga so'rov yuboriladi. Google javob qaytaradi va javob qaytarganda sizni manzilingiz bor, manzilingizga keldi va qaysidir portdan belgilangan shu mana shu range orasida. O'sha range'ga keyin javob keladi. Xo'p. Bitta tanlangan portga javob qaytib keladi. Bu yerda muhim protokol va portlar keltirilgan. Eng mashhurlardan biri bu HTTP, bu 80-port, Hypertext Transfer Protocol, web sahifalarini uzatish uchun ishlatiladigan protokol. Ya'ni bu clear textga ketadi har bir ma'lumot va buni xavfsizroq varianti bu HTTPS 443-port, FTP File Transfer Protocol bu 20-21-portlar, ya'ni fayllarni o'tkazish uchun ishlatilgan protokol. SSH protokol, Secure Shell, Telnet, SMTP, POP3, IMAP, DNS, DHCP, SNMP, RDP, LDAP va boshqalar. Bularni o'zingiz mustaqil o'rganib chiqing. Albatta bular kerak bo'ladi. Keyingi nafaqa tarmoq asoslarida balkim Red Team, Blue Teamda ham bu ajralmas qismlari, ya'ni o'zi axborot xavfsizligida, kiber xavfsizlikda asosan shu protokollar va portlarning xavfsizligini ta'minlash bo'ladi sizning ishingiz. Demak, bularni o'rganish juda ham muhim. Hop, TCP va UDP tarmoq protokollari, bularni albatta oldingi darslarimizda ko'rib chiqqandik. Ya'ni TCP va UDP ning farqlari va ikkalasi qaysi jihatdan farq qiladi va qaysi biri qachon afzal ko'riladi, shuni ko'rib chiqqandik. Hop, aytganimizdek TCP bu Transmission Control Protocol, bu ishonchli yetkazish, ya'ni albatta har bitta ma'lumot jo'natilayotganda yetib bordimi yoki yetib bormadimi u tekshiriladi, yetib bormagan bo'lsa qayta jo'natiladi. Ya'ni bu ishonchli fayl, ya'ni ma'lumot o'tkazish protokol hisoblanadi. Xo'p, ko'rayotganingizdek TCP protokolda ishlaydigan servislar bu yerda ko'rsatilgan: HTTP, HTTPS, FTP, SSH, SMTP va boshqalar. Va bizda UDP ham bor. UDPda tez yetkazish edi. Aloqa o'rnatmasdan darhol yuboriladi. Ma'lumot yetib bormadimi, bu bizga shart emas. Bizning asosiy anoyimiz, fokusimiz, e'tiborimiz albatta faqatgina tezlikka qaratilgan bo'ladi. Bu asosan DNSlarda, DHCP, SNMPlarda ishlatiladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, DNS bu yoqda UDP deyilgan, ammo DNS bu TCP da ham ishlashi mumkin. Xo'p, buni o'zingiz o'rganib chiqing. Nima uchun aynan TCP da ishlaydi DNS? Ya'ni o'zingiz ham o'zingiz tomonidan ham ma'lum bir izlanishlar bo'lishi kerak hamma narsani. Albatta tushuntirib bersak ham bo'ladi. Bizning asosiy maqsadimiz albatta
foundation'da, ya'ni poydevorni yaxshilab qurish. Qolgan qismlari bu o'zingizga bog'liq. Ya'ni bu narsalarni o'zingiz mustaqil o'rganib chiqing. Xo'p, 3 qadamli handshake tushunish muhim. Ya'ni adashmasam bu oldingi mavzularda o'tilgan. Xo'p, TCP va UDP qanday ishlashi? Ya'ni aloqa o'rnatilganda, TCP aloqa o'rnatganda quyidagi 3 ta three-way handshake, ya'ni ko'p ishlatiladigan termin three-way handshake, ya'ni 3 tomonlama kelishuv mavjud va ko'rayotgan bo'lsangiz qanday bo'ladi? Masalan, men Google'ga ma'lumot jo'natayotgan bo'lsam, men birinchi aytaman, Google gaplashsak bo'ladimi deyman. Google aytadi, ha, tayyorman va boshlanadi aloqa. Ma'lumot shu asnosida avval session yaratiladi. Mana shu three-way handshake asosida session yaratiladi va o'sha session bilan ma'lumotlar jo'natiladi. Agarda qaysidir ma'lumot yetkazilmay qolgan bo'lsa, demak aytadi, mana bu Google aytadi, to'xta, men 5-ma'lumotni qabul qilmadim, qaytadan jo'nata olasanmi deydi. Okey deydi, bu keyin 5-ma'lumotni jo'natadi. Va ma'lumot shu asnosida ishonchli yetkazib berilishi ta'minlanadi. UDP'da esa aksincha, UDP shunchaki ma'lumotni otib tashlaydi. Bu narsani oldingi mavzularda ko'rsatgandim memlar orqali. O'ylaymanki, bu narsa mustahkam tushunarli bo'ldi. Protokol, IP va port bu to'liq manzil. Ya'ni aynan ma'lumot qaysi foydalanuvchiga borishi kerak va qanday borishi kerak, shuni aniqlaydigan narsa bu aytganimdek protokol plus IP plus port. Bu to'liq manzil hisoblanadi. Ya'ni biz oldingi mavzumizda aytganimizdek, ma'lumotni jo'natishingizdan avval albatta qabul qiluvchining to'liq manzilini yozishingiz kerak. Aytaylik, Namangan viloyati Pop tumani falonchi qishloqdagi falonchi uyga ma'lumot borsin demoqchi bo'lsangiz, siz to'liq manzilni yozyapsiz. Xuddi shunday, siz to'liq manzil yozish uchun protokol IP port yozishingiz kerak ana tarmoqda. Va mana shu 3 ta narsa ma'lumot kimga yetib borishi kerak va qanday qabul qilinishi kerak. Shu narsani belgilaydi. Xo'p. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu ko'rinishda, hop, birinchi protokol tavsiflanadi, protokoldan keyin IP, undan so'ng port yozishingiz kerak. Ya'ni HTTP, bitta adres va port. Va shu orqali manzilga murojaat qilasiz. Xo'p, o'ylaymanki, bu mavzu juda ham tushunarli bo'ldi. Asosiy qismlarni biz ko'rib chiqdik. Agarda qandaydir savollar bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qo'yishingiz mumkin va qo'shimcha material sifatida mana bu 3 ta YouTube video ham berilgan. Albatta, o'zingiz mustaqil o'rganib chiqing. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qo'ysangiz, javob berishga harakat qilamiz. Hop, mavzu tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Darslik bo'yicha savol va takliflarni bemalol izohlarda yoki o'zimizning Telegram sahifalarimizda yozib qo'yishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling.